Sizlarga zo'r yangiligim bor. Bizning oilamizga yangi a'zo kirib kelyapti. O'ylamanglar, yana chaqaloq ekan deb. O'rtoqlar Miss O'zbekiston Dilnoza Parpiyeva ko'rsanglar bo'ladi. Miss O'zbekistonda birinchi o'rinni oldilar va biz sirazi oilamizga qabul qildik. New Choice Collectionga chaqirdik. Taassurotlar. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Rahmat, zo'r. Intervyuimiz hozir bor. Taassurotlar qanaqa? Zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldimi? Biz ham kuzatib turdik, bu yoqdan podдержкада bo'lib turdik. Oldindan tanishmiz, o'rtoqmiz, lekin juda ham zo'r chiqishdi. Xullas birinchi o'rin kutilmagan bo'ldi, lekin Albatta, o'sha. ancha qiyinchiliklar bilan erishildi. Endi bu yog'iga bizada kiyimlarimizni chiroyli qilib ochib ko'rsatib berish kerak-da. Bo'ldi. Ko'plar yozadi. Shu nimaga hijobsiz modelinglar yo'q, nimaga kiyiminglarni chiroyli qilib yana ham ko'rsatib bermaysizlar deydi. Sizdan ko'ra kiyimlar chiroyli ko'rinishi kerak lekin, Dilnoz. Rahmat, hop. Albatta. Yana bitta narsa, hozir mana kommentda aktiv bo'lishligi kerak. Keldingiz, to'g'rimi? Sovg'a bermaymizmi? Beraylik. Beramizmi? Menga beraman. Faqat eng aktiv bo'lgan obunachilarga beraylik. Eng aktivlarga mana shu 3 ta kostyum berib yuboramiz. Nima deysiz? Uncha zo'r, menga ham bera olinglar. Sizga ham berib yuboramiz. Hozir buni Rahmat. obunachilarimiz uchun kommentariyada eng aktiv obunachilarni aniqlab 2-fevral kuni, 2-fevral kuni mana shu kostyumlarimizni berib yuboramiz. Nima deysiz? Bo'ldi, zo'r. 3 kun ichida. aktiv bo'linglar вообще. Bu yog'iga endi Dilnozani kiyimida ko'rasizlar o'rtoqlar. Уже bizning oilamizga qabul qilindilar.